Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmat Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Qirg'iziston bilan Rossiya o'quv yurtlari 7 shartnomani imzolashdi. Ertaga 28-martda Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlat safari bilan Bishkekka keladi. Batkenning Cho'ngtala qishlog'ining aholisi 30 yildan beri ichimlik suviga muhtojliklarini aytishsa, hukumat vakillari esa bu ma'lumotni inkor qildi. Olabuqada qishloq yashovchilari uchun madaniyat uyi va kichik futbol maydoni ochildi. O'shda biz 21-asr intellektuallarimiz nomli ko'rgazma tanlovi bo'lib o'tdi. Bishkekda Qirg'iziston va Rossiya o'quv yurtlari rektorlarining ilm-fan va ta'limni rivojlanishi kelajakda investitsiya nomli birinchi forumi o'z ishini boshladi. Forumga ikki davlatning ta'lim ministrlari Gulmira Qudayberdiyeva va Mikhail Katyukov, Rossiyaning ma'ruf ministri Olga Vasilyeva, Rossiya prezidenti apparatining chet o'lkalar bilan mintaqaviy va madaniy aloqalar bo'yicha boshqarmasining rahbari Vladimir Chernov, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi ishlari, chet o'lkada yashagan hamyurtlar va xalqaro hamkorlik bo'yicha Federal agentligining yetakchisi Eleonora Mitrofanova, deputatlar, shuningdek Rossiyalik rektorlar ittifoqining prezidenti Viktor Sadovnichiy rahbarligidagi Rossiyaning 40 ta oliy o'quv yurtining vakillari, Qirg'iziston oliy o'quv yurtlari assotsiatsiyasining raisi Abdulda Musayev, bosh bo'lgan 31 ta oliy ta'lim muassasalarining rektorlari qatnashmoqda. Forumda asosan Qirg'iziston va Rossiyaning fan va ta'lim integratsiyasining asoslariga, gumanitar va tabiiy fanlar tarmog'idagi hamkorlikka, bilim berishdagi yangi usullarga e'tibor qaratiladi. Qirg'izistonda rus tili rasmiy deyilib, bundan keyin ham rasmiy bo'yicha qoladi. Bu haqda prezident So'ronbay Jeenbekov Qirg'iz-rus oliy o'quv yurtlari rektorlarining forumida bildirdi. Shuningdek, hozirda Qirg'izistonning bilim berish tarmog'ida islohotlar olib borilib, o'lkamizda uzoq muddatli rivojlanish yo'lida ta'lim tarmog'iga e'tibor qaratilayotganini ta'kidladi. Bizga dunyoni tanitadigan emas, jamiyat va kundalik hayotni oldinga siljitadigan bilim berish sistemasi kerak. Bugungi forumda ikki tomonlama tajriba almashish va hamkorlikka e'tibor qaratasizlar deb o'ylayman. Tajribali mutaxassislarni zamon talabiga ko'ra birgalikda tayyorlash va ilmiy tekshirish ishlarini olib borish mexanizmlarini ishlab chiqish yo'li tahlil qilinishi zarur, dedi prezident. Ta'kidlab o'tsak, Bishkekda Qirg'iz-rus oliy o'quv yurtlari rektorlarining birinchi forumi o'tmoqda. U 28-martda ham bo'ladi. Ertaga 28-martda Rossiya prezidenti Vladimir Putin davlat safari bilan Bishkekka keladi. Unda 30 dan ortiq shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Shartnomalar infrastruktura, harbiy texnik hamkorlik, qishloq xo'jaligi, transport va migratsiya masalalari bo'yicha tuziladi. Ta'kidlab o'tsak, Vladimir Putin Qirg'izistonga davlat safari bilan 1-marta kelmoqda. Batkenning Tojikiston bilan chegaradosh Cho'ngtala qishlog'ining aholisi 30 yildan beri toza ichimlik suviga muhtoj. Aniqrog'i, yer ostidan 2-3 metr chuqurlikdan suv olib ichishadi. Bu ham soati bilan chiqsa, ayrim vaqtlarda esa haftalab suv kelmaydi. Bu vaqt esa Batken shahridan yoki qo'shni qishloqlardan suv tashib ichishga majbur bo'lishadi. Chegaradosh qishloqlardagi suv muammosi bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Normalniy emas, bir krantilatı var. Qahramonimiz nafaqa yoshida. Ichimlik suvi bo'lmagani uchun 2-3 metr chuqurlikdan nabiralari bilan birga suv olishadi. Aks holda ular suvsiz qolib ketishadi. Mashina bilan baldar shu qayta suv o'si shunun plaklarga haligi bachoklarga olib keladi. Majbur bizdan keldi. Cho'ngtala qishloq yashovchilari bunday qilib 2 metr chuqurlikdan suv olib ichishadi. U ham soati bilan chiqadi. Ba'zan suv chiqmay qolganda yashovchilar qo'shni qishloqdan suv tashib ichishga majbur bo'lishadi. Qishloqqa do'stlik nasos orqali suv beriladi. U yer ostidan kelgani uchun bosim yaxshi emas. Bungacha yashovchilar mustaqil ravishda o'zlari quvur o'rnatib suv olib kelishga ham harakat qilishgan. Suv endi kran yo'q. O'ngda berezletler, o'ngda beribet. 2 kunda, 3 kunda, keybirde bir haftada bir chiqadi. Anan suv yo'q bo'lgan kunlari жаңы жерге, Batkenge barib olib keladi suvni nima qilib. Anan 2 odam bo'lsa alsam qiyin suvni. Toza suvda ishlagan odamlarga qayrilganimizda napordun yo'qligi, vodoprovodda napordun yo'qligiga байланышты shu chiqmay deb shunday so'z aytishadi. Qanchadan beri, qancha yillar bo'ldi shunday qiynalib, suv olib
yashab turamiz. Biroq suv yetishmasligi muammosidan qishloq hukumat rahbarining xabari yo'q. Sababi suv muammosi 3-4 yil avval hal etilganini aytadi u. Ardın toza suv men qamsiz bo'ldi. Mana o ko'rib turasizlar, mana kranlarni qurib qo'ydi, boshqa qilib qo'ydi. Uchoqtalarni murda bizden ana Tojikistondan ichib turchi edi. Hozir ular olmaydi. O'z-o'ziga suv qamsiz bo'ladi. Jangi aytganlar qalp ol 4 yillik oyoqdagi so'zda aytib o'tadigan. Hozir men ballardan so'rab chiqdim shuni. Suvsiz istiqomat qilayotgan yashovchilar har oyda kishi boshiga 20 so'mdan to'lashdan charchab, oxiri umuman pul bermay qo'yishgan. Shuning uchun bugunga kelib debutar qarz 200 ming so'mdan oshgan. Ba'zilar o'z boshimchalik bilan uylariga suv olib kirgani uchun omborda suv muammosi yuzaga kelmoqda. Masalani hal etish uchun qishloq hukumati tomonidan qaror qabul qilinib, o'z boshimchalik bilan suv olib kirganlarga 25 ming so'mdan jarima solina boshlagan. Xalq vakili O'sh shahrining Japaloq qishloq hududining yashovchilari bilan uchrashdi. Uchrashuvda Japaloq qishloq hududining turg'unlari hukumat vakillariga o'zlarining muammolarini aytishdi. Ularning bildirishicha, qishloqda birgina ichimlik suvi emas, sug'orish suvlari ham yo'q. Sug'orish yerlarini suv bilan ta'minlab foydalanish uchun har bir fuqaroga 10 so'mdan to'g'ri keladi. Biroq yashovchilar bu pullarni yig'ib berishmaganini qishloq rahbarlari bildirishdi. Endi suv muammosini hal qilishda byudjetdan mablag' ajratib, masalalarni bartaraf qilish taklifi qo'yildi. Yashovchilarga ichimlik suvi aprel oyidan hal qilinishi va'da qilindi. Eng birinchi qayrilgan masala bu yerda toza suv bo'yicha bo'lib o'tadi. Ya'ni Japaloq аймақтық boshqarmaning toza suv masalasi ko'p yildan beri chechilmay ellarga to'liq yetmay turibdi. Shu masala bo'yicha biz bugun ishlab o'tamiz. Buyursa, yilgi yil byudjetdan, respublikalik byudjetdan ақша bildirib o'tamiz toza suv masalasini. Ministr o'zi so'z berdilar. Buyursa, aprel oyida o'sha titullar qo'yilib qolsa, ақша bo'linib ish boshlanadi. Ikkinchi masala o'sha ariqdan keluvchi suvlar masalalari. Antkeni ko'p joyda ariqlar chavilmay qolib, ellarga dehqonchilikqa boshqa suv masalalar bo'lib o'tadi. Uchinchisi o'sha chek masalasi, Uyg'ur bo'yicha. Ko'ptagan o'sha qayg'ular bo'lib o'tadi. Shunday, endi 4 balam bor, 5 balam bor, biroq chek Uyg'urgani chek yo'qdir. Mana 4-chi masala kredit masalalari. O'sha yengilroq, arzonroq qanday kredit olib, uy solsam bo'ladi, o'sha ish qilsam bo'ladi degan qayg'ular bo'ladi. Tabiiy va texnogen favqulodda holatlardan aholi va hududlarning kompleks xavfsizligini ta'minlash uchun 2019-yilning bahor oylarida Qorasuv rayoni hududidagi yashil loyihani amalga oshirish bo'yicha xavfli uchastkalarni yashillantirish maqsadida bajariladigan ishlar rejasi bo'yicha Qorasuv rayon o'rmon xo'jaligi tomonidan 4000 ga yaqin qayrag'och, terak, olma va o'rik ko'chatlari bo'lib berilib, umumiy 14 gektardan oshiq yerga mahalliy yashovchilar tomonidan ekildi. Yangi ekilgan ko'chatlar yetilsa 200 ga yaqin xo'jalikni tabiiy ofatlardan saqlaydi. Olabuqaning chegaradagi qishlog'ida yangi madaniyat uyi va kichik futbol maydoni ochildi. Mazkur qurilishlar Arisning yordami bilan 1-may qishloq hududida amalga oshirilgan. Qishloq rahbari bildirishicha, aholining ijtimoiy-iqtisodiy ahvolini yaxshilash va madaniyatini yuksaltirish maqsadida o'tgan yili 120 million so'mga yaqin ichki va tashqi investitsiya jalb qilingan. Batafsil navbatdagi lavhada tanishasiz. Bungacha madaniyat uyining yo'qligi Ajek qishloq yashovchilari uchun bir qancha muammo yaratib kelgan. Sababi ular yog'ingarchilik kunlarida ham madaniy tadbirlarni tashqarida o'tkazishga majbur bo'lishgan. Madaniyat uyining qurilishi qishloq yashovchilari uchun quvonchli hol bo'ldi. Bugungi bayram bizga o'zgacha bo'ldi yildagidan. Bizning hukumat o'sha Sherbayev Muxtar Jashboldagi ishlarni oldiga yurgizib, mana bizga emek qilib qulp solib qo'ydi. Madaniyat uyin. Bu'adan suyunamiz, rahmat aytamiz. Madaniyat uyini qurilishi uchun jamiyatni rivojlantirish jamg'armasi tomonidan 12 million so'm, rayon rivojlantirish jamg'armasidan 1,5 million so'm, 1-may qishloq hukumatidan esa 700 ming so'm ajratilgan. Qishloq hukumati rahbarining so'zlariga ko'ra, yangi madaniyat uyida musiqa maktabining bo'limini ochish ham ko'rib chiqilmoqda. Bugungi kunda al yerda to'liqqanli turda 3 shtatlik birlik ochilib berdik. Bu madaniyat uyining yetakchisi, jana 2 metodisti, jana al yerda texnikalik xizmatkerlerden shtatlarini chechib berdik. Birlikte ish yurgizish maqsadida o'shol yerda muzikalik maktabning bir filialini ochish niyatindamiz. Xudo buyursa, Ajek aylanidagi madaniyat uyi Qirg'izistondagi bir eng yaxshi oldingi yaxshi zamonbop madaniyat uylarining biri bo'lib qoladi degan o'ylar. Bundan tashqari 1-may qishloq yoshlari uchun kichik futbol maydoni ham qurilgan. Mahalliylar chegaradagi bunday ijobiy ko'rinishdan ko'ngli osmonga yetdi. Hozir murdagi ko'chada bangilik bilan arakaslik bilan
жүрген балдар көп азыр спортқа тартылып, айылы үчүн, айылдын жаштары көп спортқа тартылып, жакшы күн өрөөгө башталды десем болот да. Көпчүлүк мектеп жашындагы балдар, кала берсе өспүрүмдөр баардык ушер азыр кечкурун boş vaqtlar o'sha o'tkazadi. Ta'kidlab o'tsak, Olabuqaning 1-may qishloq hukumati O'zbekiston bilan cheklashgan bo'lib, u yerda 15 mingga yaqin aholi istiqomat qiladi. O'shda biz 21-asr intellektuallarimiz nomli ko'rgazma tanlovi bo'lib o'tdi. Unga O'sh oblastidan yig'ilgan 8 rayonning maktab o'quvchilari ishtirok etishdi. Ko'rgazmada o'quvchilar qo'lda yasalgan texnik vositalarni va ularni kundalik turmushda foydalanish yo'llarini ko'rsatishdi. O'lkadagi muammoli masalalar, yo'llar, halokatlarni oldini olish, yo'l harakati xavfsizligini saqlash va ularni hal qilishda o'zlari qo'shadigan hissalarni aytib o'tishdi. Kelajakda rivojlangan texnologiyalarning shahri deb orzu qilgan bolalarning mehnati bilan navbatdagi lavhada tanishasiz. Imangazi 9-sinf o'quvchisi Olay tumanidan kelgan mazkur o'quvchining yagona orzusi qishloqda chiroq o'chmasin. Har bir uyni elektr energiya bilan ta'minlash maqsadida Imangazi kelajakda elektr ustasi bo'lishni rejalashtirgan. O'quvchi quyosh nuridan energiya oladigan hamda shamoldan quvvatlanadigan uskuna ixtiro qilgan. U qishloqda elektr o'chgan kunlarida qo'l keladi. Hozir maketini yasagan bola kelajakda albatta amalga tatbiq etishni rejalashtirmoqda. Go'yincha baqtaroqlar ayl jergesinde qattiq shamol bo'ladi, baqtaroqlardan zimlar uziladi. O'sha bir juma ondan ko'p svet o'chib qoladi. O'shaga shuni jasadim o'ylab. Bu maketlar buni kelajakda cho'ngaytam. Turg'unboy Qanibek o'g'li Qorasuv tumanidan kelgan. Uni yo'l tirbandliklari muntazam o'yga solar edi. Shu sababli u yo'l ustiga ko'prik qurib, tramvayni yo'lga qo'yishni rejalashtirgan. Tramvay yordamida tirbandliklarni bartaraf etish mumkin. Katta rejalar tuzayotgan bolakay bugun o'z maketlarini tomoshabinlar hukmiga havola etdi. Buni ishga oshirish kerak. So'zsiz turda bu ishga chiqib bo'lsa, yo'l tig'inlar azayat. O'zi областныйга cho'ng kamazlarni yuk tashish unalar kirgizbesh kerak. O'shalar kirib, yo'l chekasida mashinalar bo'lib, bardog'i probka bo'lib ketadi. O'shda biz 21-asr intellektuallarimiz deb nomlangan maktab o'quvchilari orasida tanlov tashkil etildi. Unga O'sh oblasining olis tumanlaridan o'quvchilar keldi. Tanlovda taqdim etilganlarning barchasini o'quvchilar o'z qo'llari bilan tayyorlashgan. Maketlar orasida ro'zg'orda kerak bo'ladigan uskunalardan tortib, davlat miqyosida hal etilishi kerak bo'lgan masalalar maketlari ham olib chiqilgan. Жасап келген бұйымдарын, ішқаналарды макеттерін көріп алып, жақсы тәсір беріп отырды біз мағашы. Мұны өркіндетіш үшін біріншіден ушундай кароо сынактарды тез көрүп туруш керек. Кыргызстанда дагы ушундай өнүктүрө турган балдардын бар экендигине сыймыктанып атабыз. Эми мамлекет тарабынан дагы ушуну колдоого алып, өнүктүрсө. Tashkilotchilarning so'zlariga ko'ra bunday tanlovlar bolaning intellektual qobiliyatini o'stirishda muhim o'rin tutadi. G'olib bo'lganlar respublika tanloviga yo'llanma beriladi. Мынандай облустук республикалык кароо сынактарга катышканда өзара баягыдай тажрыйба алмашышат. Мына облустан жеңүүчү деп табылган балдар республикага жеңүүчүлөрү баягы эл аралык дүйнөлүк жанагыдай кароо сынактарга катышат. Intellektual ko'rik tanlov natijasida o'quvchilar texnologiya yo'nalishida oliygohga kirish uchun imtiyozli sertifikatlar beriladi. Hilola Ashurova, Mahfurat Alibayeva, Beksulton Abiyev, Intimaq. Bugun Intimaq muxbirlari tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osuda o'tsin, xayr-omon bo'ling.